Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşünlerini kızgın karşı alımız. Ben Abdullah Yılgun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulup atkan gün tartibdeki haberlerini huzuruna sunuşturuşumuz. Qanamsız diqqatinglar ekranımızı bolsun. Milli mustaqillik davoyimiz qizil siziqimizdir. Türkiye'de faaliyet elip beriyotgan Xalqaro Sharq Turkiston Tashkilotlar Birligi raisi Hidoyatullo O'g'izxon bugun muhim bayonot e'lon qildi. Bayonotda mundaq deyildi: har qanday shaxs yoki tashkilot bo'lishidan qat'iy nazar shuni bilib qo'ysinki, bizning mujodilamiz Sharq Turkiston mustaqilligi uchundir. İnson haq va huquqlari dafsandachiligiga qarshi ko'rishimiz bo'lsa, manzilga yetish yo'lidagi vositalardan faqatli biridir. Sharq Turkistonning ismi, tuproq butunligi, egilik huquqi, bayrog'i, milliy kimligi, musulmonligi, tili va madaniyati bo'lsa, intayin sezgur, chiqilg'ili va talash tortish qilg'ili bo'lmaydigan, qat'iy voz kechgili bo'lmaydigan qizil siziqlarimizdir. Haqiqiy milliy da'vo elib berayotgan Sharq Turkiston tashkilotlari birdak va umumiy xalqimiz Xitoy davlatini hamda tuproqimizga yerlashtirilgan oqqon Xitoy xalqini ishg'olchi kuch deb qaraydi. Shuning uchun har qanday shaxs, guruh va tashkilot yuqorida bayon qilingan qimmat qarashlarimizga cheqilish va o'ynashga urinmasin. Milliy sezgur nuqtalarimiz bilan hapilashgan har qanday kishi yoki tashkilot xalqimizning cheksiz g'azab nafratida bo'g'ilib, yer bilan yakson bo'lishga mahkum bo'lg'usidir. Hurmat bilan Hidoyatullo O'g'izxon, Xalqaro Sharq Turkiston Tashkilotlar Birligi. Yana bir lager shahidi sukutini buzdi. 29 aprel vatandan chiqqili 8 oy bo'lgan Tursunay Zaynovuddin xonim sukutini buzib, Sharq Turkiston xalqining jazo lagerida boshdan kechirayotgan ig'ir kunlarga guvohlik berdi. Tursunay xonim Qozog'iston grajdoni bo'lgan yo'ldoshining Qozog'istondagi aloqador organlarga uzun muddat arz qilishi natijasida o'tgan yil 10-oy atrofida Sharq Turkistondan Qozog'istonga kelgan. Tursunay xonim erkinlikka erishgan bo'lsa-mu 8 oydan beri Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan ig'ir bostirish jinoyatlarini bilib turib, xalqaroga oshkorlamay yashashi uni qattiq qiynagan. Oxiri u o'z mas'uliyatini ado qilish uchun o'tirg'a chiqqan. Uning aytishicha, Sharq Turkistondan Qozog'istonga minish oldida Xitoy doiralari uningdan chet elga chiqqandan keyin Sharq Turkistonning vaziyati va jazo lagerlari haqida boshqalarga tinmaslikqa tilxat olgan. Shundaqla agarda bularni xalqaroda oshkorlasa, barliq urug' tuqqanlarni jazolaydiganligi haqida tahdid solgan. Uning oshkorlashicha, Xitoy Sharq Turkiston xalqini qirg'in qilayotgan bo'lib, u jazo lagerida nurg'unlagan yoshlar, cho'nglar va o'limalarning qiyin qistoqda o'ldirilganligiga, nurg'unlagan xonim qizlarning xo'rlanib, aqlidan adashganligiga shohid bo'lgan. U chet eldagi Uyg'urlar birlashib tadbir qo'llanmay, mushu vaziyat davom qilsa, Sharq Turkiston xalqining yo'qolib ketish xavfining borligini bildirgan. Tursunay xonimning aytishicha, garchi uning yo'ldoshi Qozog'iston grajdoni bo'lsa-mu va 8 oydan beri nurg'un yo'llarni mangan bo'lsa-mu, ammo uni Qozog'iston grajdonlikqa olmagan. U hozircha vaqtliq turish ruxsati bilan Qozog'istonda yashamoqda ekan. Xitoy bu yilmi alohida ko'rsatiladigan davlat tizimligidan o'rin oldi. Amerika savdo vakili ishxonasi 29 aprel Amerikaning 2020-yillik aqliy mulk huquqini qo'g'dash alohida dokumentini e'lon qilgan bo'lib, Xitoy davomliq alohida ko'rsatiladigan davlat tizimligida qilib qolgan. Amerika ovozi to'rining bu vaqtdagi xabarda bildirilishicha, Amerika savdo amaldori bu vaqtda to'xtalib, Xitoyning Amerika bilan imzolagan birinchi bosqichlik savdo kelishimidagi talablarni ijro qilishga boshlaganligini, ammo aqliy mulk huquqini qo'g'dash jihatda mohiyatlik o'zgarishga ehtiyojli ekanligini bildirgan. Garchi bultur Amerika bilan Xitoy o'rtasida birinchi bosqichlik savdo kelishimi imzolanib, savdo urushi vaqtliq to'xtatilgan bo'lsa-mu, ammo Xitoy yanada alohida ko'rsatilgan 10 davlatning qatoriga tizilgan. Buningdan Xitoyning bergan va'dasi va amaliy ijro qilishi orasida zo'r farq borligi ma'lum bo'lgan. Xabarda yana bundan necha kun burun Xitoyning 2021-yili aqliy mulk huquqini qo'g'dashni kuchaytirish haqida bir plan e'lon qilganligi, Amerika tarafining bu plan loyihasini baholayotganligi bildirilgan. Xitoy Uyg'urlarni nazorat qilish uchun zo'r turkumda jasus o'rinlashtirgan. Zimiston to'rining 29 apreldagi xabarda bildirilishicha, Xitoy doiralari 4,5 million alohida xodimni atalmish muqimlikni qo'g'dash nomida
Uyg'urlar va boshqa dinga e'tiqod qiladigan fuqarolarni nuqtaliq nazorat qilishga o'rinlashtirgan. Wuhanda virus yuqumi avj olgan mezgilda Xitoy doiralari 4.500.000 alohida xodimni ko'ch-ko'ylarda va rayon mahallalarda kuzatuvchilikka solgan. Ular soqchi yoki ma'mur bo'lmasa-mu, barliq aholilarning tafsiliy uchurlarini tekshirish, shundaqla kishilarning kirib chiqishini cheklash huquqi bor bo'lib, bularni har vaqt ijro qila oladi ekan. Ma'lum bo'lishicha, ular odatda torlashgan a'zolar deb ataladigan bo'lib, Xitoyning Shenzhendala 21.000 torlashgan nazoratchi bor bo'lib, bularning biri muxbirning ziyoratini qabul qilib, mahalla boshqarmasi ularni mashqqa uyushtirganda guruhi mas'ulining uningga Uyg'urlar terrorchi, hukumat ularning qo'zg'alib to'plan qilishidan ansiraydi. Shunga biz har 3 kunda Uyg'urlarning toralg'usiga berish, ularni tizimlash, suratga tortish va ularga doim parakandichilik selishni talab qilamiz deganligini oshkorlagan. Ma'lum bo'lishicha, torlashgan nazoratchilar oilalarni cho'qim doim ziyorat qilishi, boshqarish tavalligidagi aholilar haqida tafsiliy uchur to'plashi va hukumat boshqaradigan birlikka kelgan sonliq ma'lumot boshqarish supasiga avatishi kerak ekan. Kimlik uchur to'plashda oilaning yoki shaxsning mashina va uy ahvoli, xizmat o'rni, e'tiqod ahvoli, oila a'zolarining kirish-chiqish ahvoli, hatto ruhiy holati qatorliqlarni asos qiladi ekan. Torlashgan nazoratchi a'zolar Xitoy doiralarining siyosatlarini aholilarga tashviq qilish bilan birga vaqtda Uyg'urlar, diniy zotlar, o'qituvchilar va turmadan qo'yib berilgan mahbuslarning hammasini nazorat qilish vazifasini ijro qiladi ekan. Xitoy Amerika prezidentlik saylamiga aralashish niyati yo'qligini bildirdi. Reuters agentligining xabarida bildirilishicha, Xitoy Tashqi ishlar ministrligi bugun e'lon qilgan bayonotida Amerika prezidentlik saylamiga aralashish niyati yo'qligini bildirgan. Amerika prezidenti Trump bundan burun Xitoy doiralarining barliq vositalarini qo'llanib, o'zining 11-oydagi saylamda uttirib o'tishi uchun tirishayotganligini, bu orqali Amerikaning Xitoyga tushirayotgan savdo besimini tuvallatish maqsadiga yetmoqchi ekanligini bildirgan edi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Geng Shuang bugun bu haqda ifoda bildirib, prezidentlik saylamining Amerikaning ichki ishi ekanligini, Xitoyning buningga aralashish niyatining yo'qligini aytdi. Yaqindan buyon Xitoy taratqullari o'z natijalarini ko'z-ko'z qilish bilan birga Amerikadagi kunsiri eg'irlashayotgan yuqum ahvolidan foydalanib, Trump hukumatiga bo'lgan ayblashni kuchaytirmoqda. Xitoy Yer shari vaqt gazetasining bosh muharriri tunugun Twitterda Amerikada yuqumlanuvchilarning milliondan oshganligini, Amerika hukumatining o'z fuqarolariga va butun dunyoga yuz kelolmaydiganligini, agar Xitoyda million kishi yuqumlangan bo'lsa, fuqarolarning allaburun qo'zg'alib chiqadiganligini jar solgan. Ammo bir qism to'rdashlar shundaq Xitoy doiralari xalqning qo'zg'alib ketishini bilgachga, yolg'on sonliq ma'lumotlarni to'qib chiqyotidi deb uningga raddiya bergan. Qo'rchoq amaldor Uyg'urlarning pasport qiyinchiligi yo'qligini bildirdi. Xitoy xabarlari to'rining bugungi xabarda ma'lum bo'lishicha, atalmish Uyg'ur avtonom rayonlik jamoat xavfsizligi nazoratining muavin naziri Yalqun Yaqub Uyg'urlarning pasport qiyinchiligining yo'q ekanligini bildirgan. Amerikadagi Uyg'ur kishilik huquq qurilishi chet elda yashayotgan Uyg'urlarning pasport yangilash jihatidagi qiyinchiliklari bayon qilingan bir parcha dokument e'lon qilgan bo'lib, dokumentda pasportining vaqti to'shib qolgan Uyg'urlarning o'zi turishlik davlatlardagi Xitoy elchixonasiga pasportini yangilash haqida iltimos sunganligi. Biroq Xitoy elchixonasining ularni Xitoyga qaytib yangushlashga majburlab, Xitoydan boshqa yerga borg'ili bo'lmaydigan vaqtliq sayohat kenishkisi berganligi tafsili aytib berilgan. Yalqun Yaqub tunugun mazkur dokument haqida to'xtalib, bizning pasport boshqarish nizomimizga qarshi chaplaganlik, jinoiy ishlar bilan shug'ullanmagan har qanday Xitoy fuqarosi har qanday bir elchixona yoki konsulxonada xohlagancha pasport yangilasi bo'ladi. Terrorlik faoliyatlari bilan aloqasi bo'lgan qisman kishilardan boshqalarga hech qanday cheklama yo'q. Uyg'urlarda pasport qiyinchiligi yo'q deb bildirilgan. Pasportini yangilay olmaslik sababidan Sharq Turkistonga qaytib ketib izdiriki bo'lmagan yoki 10 necha yil kesilgan nurg'un Uyg'urlarning ahvoli oshkorlangan bugungi vaziyatda Xitoyning qo'rchoq amaldorlarini oldiga chiqarib bu so'zlarni qilishi Xitoyning soxtipazligini yana bir qatim isbotlab berdi. Hong Kongda Xitoyga qarshi namoyish o'tkazildi. Xitoyning Hong Kong alohida ma'muriy rayonida demokratiyani qo'llaydigan namoyishchilar Xitoy virus sababidan ommaviy so'rinlarda 4 dan ortiq kishining bir yerga to'planishi cheklanganligiga pisand qilmasdan hukumatga qarshi namoyish o'tkazdi.
Hong Kong shahar markazidagi Landmark Artium savdo saroyida bir yerga jam bo'lgan yuzlagan namoyishchi demokratiyani qo'llaydigan shiorlarni to'ladi. Namoyishchilar namoyish jarayonida Glory to Hong Kong, Hong Kongga shon sharaf nomli namoyish marshini o'qidi. Bir qism namoyishchilar yana Hong Kongga ozodlik, hozir inqilob vaqti, Hong Kongga mustaqillik va Hong Kongni erkinlikka ega qilinglar deb yozilgan lozunkalarni ko'tarib yurish qildi. Namoyish boshlanib taxminan yarim soatdan keyin soqchilar savdo saroyiga besib kirdi. Namoyishchilardan tarqalishni talab qildi. Ularning ijtimoiy orliq saqlash qoidasiga xiloflik qilganligi va bundaq yig'ilishning qonunsiz ekanligi haqida ogohlantirish berdi. Soqchilar bir qism namoyishchilarni nazoratga olgan bo'lsa-mu, keyinchi qo'yib berishdi. Amerikaga Xitoydan keladigan o'quvchilarni cheklash sadolari ko'tarilmoqda. Amerika Kengash palatasining a'zosi Tom Cotton yaqinda Xitoydan Amerikaga kelib tabiiy fan sohasida o'qiydigan o'quvchilarga viza cheklamasi qo'yish lozimligini bildirdi. U 27 aprel kuni Fox xabarlarining bu vaqtdagi ziyoratini qabul qilganda bu so'zni qildi. Yahoo xabarlarining 29 apreldagi xabarda aytilishicha, Tom Cotton bu vaqtda to'xtalib, Xitoy Kompartiyasining shuncha ko'p odami davlatimizda o'qib qaytib borgandan keyin bizning aqliy mulklarimizni o'g'irlash bilan mashg'ul bo'lyapti. Bu Amerikaning texnologiya va bozor bo'shlig'i uchun zo'r tahdid degan. Tom Cotton buningga Amerikaga kelib tabiiy fanlar bo'yicha aspirantlik o'qishiga iltimos qilganlarga viza cheklamasi qo'yishni alohida ta'kidlagan hamda agar Xitoylar Amerikaga kelib Shekspirning ideyasini va Amerikaning asosiy qonunini o'rgansa marhamat degan. Yaqinqi yillardan buyon Xitoy o'quvchilarining Amerikada tabiiy fan sohasidagi aqliy mulk o'g'irligi qilmishi ko'plab fosh bo'lgan. Amerikadagi siyosiy analizchi Andres Kormo yaqinda Xitoyni ojizlashtirishning bir muhim strategiyasi sifatida Amerikaga kelib tabiiy fan o'qiydiganlarning soniga chek qo'yishni ta'kidlagan edi. Turkiyadagi Xitoy virusi yuqumi haqida eng yangi ma'lumot. Türkiye Cumhuriyeti Səhiyyə Ministri Fahrettin Koca 29 aprel bir gün ichida Xitoy virusi bilan 89 kishining qazo qilganligini e'lon qildi. Fahrettin Koca soat 19da Turkiyadagi Xitoy virusi yuqumining eng yangi ahvolini e'lon qilib, virus bilan yuqumlangan deb gumon qilingan 43498 kishini tekshirish orqali bir kun ichida 2936 kishining virus bilan yuqumlanganligining aniqlanganligini. Bunun bilan Turkiyada Xitoy virusi bilan yuqumlanuvchilarning 117589 ga yetganligini, bir kun ichida 89 kishi qazo qilib, jami qazo qilganlarning 3081 ga yetganligini bildirdi. Səhiyyə ministri yana 29 aprel davolanayotgan bemorlar ichida 5231 nafarining salomatligining asliga kelganligini, 1574 bemorning kasalining ig'ir ekanligini, yaxshilanayotgan bemorlar sonining ko'rinarli oshayotganligini, saqaygan bemorning soni 44 mingdan oshib, virus bilan yuqumlanuvchilarning 3dan 1ga to'g'ri kelganligini, kesali ig'ir bemorlarning soni ozlashga boshlaganligini bildirdi. Hürmetli televizyon görüşler, şuna qilib bugungi xabarlarimiz müşahada oxirlashdi. İnşallah atiki xabarimizni ko'rishgacha sizlarni Janobi Alloh topshiramiz. Shundaqla program oxirida ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.